Boshni yuvib aslo ko'chaga chiqa ko'rmang. Ayniqsa sovuq kunlarda. Bu og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Chunki boshni yuvgan paytda boshni terisidagi poralar, ya'ni teshiklar ochiq holatda bo'ladi. Bu esa sovuq havo oqimini to'g'ridan-to'g'ri miyani ichiga o'tib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Burun yondosh bo'shliqlarida shamollashlar, ya'ni gangmarit va sinusitlarning ham sababchisi bo'lib qoladi. Undan yomoni bosh miyani urab turgan pardalarning qattiq shamollashi, ya'ni meningit yoki cerebral arachnoiditga olib keladi. Buning natijasida bosh doimiy og'riydigan bo'lib qoladi. Ko'ngil ayniydi, bosh aylanadi, ko'rishda buzilishlar yuzaga keladi. Tanani bir qismida o'ng yoki chap tomonda qo'l-oyoqlarda uyushishni ham sababchisi shu miya pardalarini shamollash bo'ladi. Bunday bosh og'riqlarini davolash ham juda qiyinchilik tug'diradi. Shunday ekan, kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan afzal. Boshni iloji boricha uxlashdan oldin yuvib, yaxshilab quritib yoting yoki boshni yuvgandan keyin yaxshi quritib 1-2 soatdan keyingina ochiq havoga, ko'chaga chiqish mumkin. Shunday tavsiyalarga amal qilsangiz, bosh og'rig'idan qutulasiz. Videoni boshini ko'p yuvadiganlarga jo'natib qo'ying.